Assalomu alaykum. Biz Rayhon milliy taomlar Chinozor filialidagi xizmat ko'rsatish, atmosfera va ovqatlarni taomlar fikringizni bildirasiz. Xizmat ko'rsatishlari yaxshi, taomlari yaxshi, masalan halol, toza, pokiza. Mijozlarga fikrim kelsin, ko'proq odamlar yaxshi joy. Biz ancha yildan beri kelamiz, ancha yillik mijozmiz. Fikrim yaxshi, почти har kuni kiramiz, obedga ujinga ham. Yaxshi qarashadi, tezligi gap yo'q, ovqatlari ham shirin. Rostdan aytaman, reklama emas, boriga aytaman. Atmosfera hammasi yaxshi, mana chiroyli, anaqa zalli qilibsizlar. Ovqatliklar juda ham shirin. Mana safar ham keluvdik, yaxshi taomlarga gap yo'q. Mana hozir yana keldik, hammasi mazali, mazza qilib o'tiribmiz. Ofitsiantlar ham juda chiroyli xizmatlar qilishyapti. Chilonzor filialida Rayhon milliy taomlarda har doim kelaman, har hafta, har oy. Juda ham yaxshi xushmuomala, ofitsiantlar hammasi joyida, ovqatlari ham hammasi svejiy bo'ladi. Rayhon milliy taomlarga ko'p yildan beri kelamiz. Juda zamonaviy, chiroyli remont qilingan. Oldin ham yaxshi edi, hozir undan ham yaxshi. Ozoda, tartibli, обслуживающий personal, ofitsiantlar ham hammasi xushmuomala. Narsalar hammasi svejiy. Marhamat, hamma kelsin mana shu yerga. Rayhonga faqat 5-10 ball. 10 ball desa ham bo'ladi.